Hajar buvining sarguzashtlari 17 mart. Mijozim bo'lmaganlikdan ruxsat so'rab ishga chiqmay qoldim. Hamma odam ketib bo'ylar va yotoqlarning ichi jimjit bo'lib qoldi. Yotoqda Hajar buvi hadala bor edi. Hajar buvi bularni dadamdan ko'chirib kelgandan beri bir martabami ishga chiqib ko'rmagan edi. U og'riq o'rnidan tura olmay yotadi. Uning tamoqlarini kim to'g'ri kelsa, shu odam elib kirib beradi. U har vaqt qayg'uliq, ichini bir hasrat mavjud turgandek ko'rinadi. Men bu ayolni ko'rganda uning yuragiga petib turgan ig'ir bir qayg'usini ko'rgandek bo'lardim. Shundaqla ham buni bilgim keladi. Men Hajar buvi hadaning yeniga kelib o'ltirib, "Neringiz og'riydi? Doktorlar nima deydi?" deb hol so'radim. Hajar buvada beshidagi yog'liqini o'ngshab bog'lab elib, "Doktorlar ayollar kesili deydi, lekin hech qanday dorilar ta'sir qilmadi. Bu og'riqim xafalikdan kelib chiqdi" deb bir oz o'ylab qilib, cho'nqur tinib qo'ydi. Men uningdan "Nima bo'lgan edi?" deb so'rag'im keldi. Lekin o'zi aytqisi kelmasa, so'rab ko'nglimni buzib qo'ymay deb o'zimni tutib qoldim. Hajar buvi bir oz turgandan keyin so'z boshladi. Men ota-onamning yolg'iz qizi bo'lib cho'ng bo'ldim. Meni turmushli qilib 2 yildan keyin opam homildor bo'lib, inim Abduqodirjonni tug'utida o'zi vafot bo'ldi. Inim Abduqodirni o'zimning bolasida qilib beqib cho'ng qildim. Erimni o'z o'g'lidek bilib, meningdanmi ortiq yaxshi ko'radi. Bizning bolamiz bo'lmadi deb o'ylanibmi ko'rmadik. Abduqodirmi kuyimchan, aqlli, tarbiyali, qabul, chiroyli yigit bo'lib o'sdi. Oilamizning xo'shalligi ham baxti Abduqodir edi. Bir kuni erim Abduqodirga tamaka elib kelish uchun bozorga ketdi. Biz o'zimizmi shahar ichidan ancha yiroqda bo'lmagan yerda o'tirardik. Men Abduqodir chiqib ketishi bilan qo'ygan choyni ichib bo'lib, ustallarni surtib, uylarni yig'ishtirib Xo'shnimizning qizi Farida taladan Hajar buvada deb to'lib, bekmi ansiz holatda yetib keldi. Ko'zlarida qo'rqish, vujudida titrash ko'rinib turardi. Men hayron bo'lib, "Nima bo'ldi qizim?" deb oldiga bordim. Hajar buvada shaharda etish boshlandi. Abduqodir akamga o'q tegib o'lgan o'xshaydi. Menga birsi shundoq dedi deb mening holimga qaramasdan chapsam bo'ling deb meni ilib mangdi. Men o'zimni yo'qotgan holda Abduqodirjon ukam "Voy balam" deb to'g'ligan peti oblastning oldidagi cho'ng ko'chaga yetib keldik. Ko'chalarda qonga milinib o'lib yotgan odamlar atrofda qon suvdak eqib turardi. Men "Voy Abduqodirjon ukam, qarindishim, voy balam" deb to'g'lab yig'lashdan boshqasini bilmaydim. Farida meni Hajar buvi hada Abduqodir akam bu yerda ekan deb o'lik holda yotgan odamning yeniga chaqirdi. Men o'zimni tutolmay "Voy ukam" deb o'likning ustiga o'zimni atdim. U o'likning yenida turgan edim. "Sizning ukingizmi? To'ndingizmi?" deb so'radi. O'zimni to'xtatib o'likka qaradim. Yuz ko'zi to'nug'isiz yaralangan ham qon edi. Kiyimiga qaradim, lekin Qodirning kiyimi emasdi. Men yaxshi qaragandan keyin u odamning Abduqodir emasligini to'nidim. Shu orada Farida yana keldi. "Avu yerda Abduqodir otliq bir odam hadamni chaqirib bersang" deb o'lim oldida yetibdi degandi. Yana yig'lab turib u odamning oldiga bordim. U odamning menga ko'z ichib qaragudek holim yo'q edi. "Hada, qo'ynimdagi xatni elib ol" deb aran so'zlab, qo'lini qo'yniga tiqib bir parcha xatni elib menga aran uzatdi. Men u xatni oldim. U jon uzdi. O'zimni ustiga atdim. "Voy ukam Qodirjinim" deb to'lab yig'lashga boshladim. U odamning butun badani yorilib, qonga milangan odam to'nuqsiz holda yotadi. Shu orada oblastdan nurg'ulg'an askar chiqib, ko'chadagi o'liklarni so'rab, oblastning ichiga elib kirib ketdi. Ko'chada birmi o'likning qoldirmasdan 5 minut ichida to'shib bo'ldi va atroflarni yuvib, surtib, hech narsa bo'lmagandek pokiz qilib tozalab bo'lib, hammasi oblastning ichiga kirib yo'q bo'ldi. Ishkini ichidan taqab qo'ydi. 55 minutning oldida ko'chada dövünüp qizil qonga milinib, o'lmagandek ko'zlari ochiq paqirab yotgan kichik bolalar, yosh yigit qizlar, ayollar, qeyri boboylar ko'zdan g'oyib bo'lgandek hammasi yo'q bo'ldi. Men ichki kuykumga chidamasdan berib oblast darvosini bor kuchim bilan
mushlab urib o'g'lim jon jigirim Qodirjonning o'likini ba deb og'zimga kelgan so'z bilan vaqirab tovlaydim. Yenimga bir odam kelib, unda qilmang ukam, bu yerdan keting. Agar sizni so'rab elib kirib, yo'q qilversa, hech kim bilmaydi dedi. Boshqa odamlarmi kelib nasihat qilishga boshladi. Ko'zimga hech nima ko'rinmaydi. Bu hasratni tortib yashgandan o'lib ketganim yaxshiroq edi deydim. Shu orada Farida yana yetib keldi. Hajar buvada o'lmay yaralanganlarni doktorxonalarga elib borgan ekan, u yerda Abduqodir degan bir odam bor deb angladim. Shuni ko'rib boqayli dedi. Ümidsiz shayton deb yaralangan bo'lsa-mu, o'lmay qolsa biz uchun cho'ng baxt bo'ladi deb Farida bilan doktorxonaga bordik. U Abduqodir degan kishining kiyimlarini elib chiqib ko'rsatdi. U kiyimning beldan tövini o'tmi to'shik bo'lib titilib ketgan ekan. Bu odam saqmu deb so'radim. Hamshira ayol ichingan holda putini keskili elib kirib ketdi. Qattiq yaralangan ekan. Shundoq chiroyli qovul yosh yigit uvol bo'lib ketdi deb qo'ydim. Kiyimlarga qarsam, yana inim Qodirjonning kiyimi emas edi. Men hoshimni yo'qotgandek bo'lib kuchsizlanishga boshladim. Ko'nglimni qattiq qayg'u mujib, ko'zimdan yeshim qurmasdan yig'laydim. Boshqalar meni bezlaydi, ammo qayg'u hasrat bilan hamma odam ko'ngilsiz edi. Shu orada mahallamizdagi Husayn akam taladan kirib keldi. Bizning bu yerda yig'ilishib o'tirganimizni ko'rib, "Nima bo'ldi ukam? Birsi bormi bu yerda?" deb hayron bo'lib so'radi. Ahvolni uqqandan keyin bir soatdek bo'ldi. Abduqodirjon bilan bir muncha yoshlar bir mashinaga o'tirib Sovet chegarasi qarab ketdi. "G'am qilmaslar ukam, ular sog'-salomat ketdi" dedi. Menmi oldi keynimga qaramasdan doktorxonadan chiqibla qo'rg'asqa berish uchun harvi kira qilib ketdim. Yerim yo'lda mashina to'sib degandek Sovetning chegarasi bo'lgan qo'rg'asqa yetib keldim. Bütün g'ulji yoshlari degandek yig'ilib, chegaraning ichilishini kutib o'ltiribdim. Biroq g'uljida yuz bergan voqeadan keyin Sovet chegarasini taqib bir odamni o'tkazmabdi. Bu xalq keyniga yenish mumkin emas. Yo'l taqoq, bu yerda qilib bo'lmaydi. Yana bizning xalqning beshiga ig'ir kulpat keldiganligini ko'rinib turadi. Men kelib yarim soatdan keyin g'ulji tarafdan usti benzin bilan yepilgan yuzdak ushuq yeşil harbiy mashinalarda harbiylar kelib to'xtadi. Bütün adam qattiq o'diqishga baqaldi. Men texi Abduqodirni tepib uchratqicha ular yetib keldi. Mashinadan yugurib tushib bütün odamlarni cho'ridab elib, put-qo'llarga to'mir ishkar silib, mashinalarga chiqishning oldida barliq kishilarni obozga qilib, hamma yerlarini, kiyimlarini va bo'g'chalarni aqtirishga boshladi. Mening yenimdan heliqi Abduqodir degan odamning o'lim oldidagi menga bergan xati chiqdi. Bu xat oblastga kishilar bostirib kirib, oblast boshlig'iga yozdirib olgan tasdiq xat ekan. Bu voqea Jungo-Yapon urushi vaqtida Jungoga yordam uchun Sovet hukumati askar kirgizib, urushga qatnashgan ekan. Mana shu vaqtda o'lgan Sovet soldatlarining o'rniga odam berishni Sovet hukumati talab qilganda, Jungo hukumati bu talabni qabul qilib, Xanzu millatidan berishni aytibdi. Sovet hukumati rad qilib, Sharqiy Turkistonda yashayotgan oz sonli millatlarni elishni shart qildi. Jungo hukumati o'lgan rus soldatlarining o'rniga Sharqiy Turkiston xalqidan berishga qo'shilgan ekan. Shuning bilan Sovet hukumati xalqqa Sovet pasportini tarqitib, qonunliq yo'l bilan elib chiqishni planlab, Shovguzdanlar uyushmasini qurib, shu orqali xalqqa pasport tarqitishni topshirgan bo'lsa-mu, lekin u yerdagi pasport tarqatuvchilar pasportni xalqqa qimmat bahoda oltin, marvoyatga o'xshash baholiq narsalarga sotgan ekan. Bu pasportni puli borlar elib ko'p sondagi odamlarning puli bo'lmaganlikdan pasport setish plani o'rinlanmay qoladi. Shuning bilan ular 62-yildagi g'ulji cho'chak voqeasini keltirib chiqarib, qolgan odam sonini to'ldirib olgan deb angladim. Shunda qilib 62-yili Sovet hukumati o'ziga chegaradosh bo'lgan cho'chak shahriga samolyot orqali osmonga chegara ochiq o'tinglar kutib olamiz deganga o'xshash xatlarni yozgandan keyin xalq hayron bo'lib turganda chegaradan kishilarni kirgizib, xalqni qechib o'tishga tashviq qiladi. Men bu so'zni anglab o'tirganda Tursun Fayzullaning so'zi yodimga keldi. 62-yili 3-oyda Tursun Fayzullaning dadasi vafot bo'lib, Tursun 2 haftalik cho'chakka berib kelgan edi.
Tursun cho'chakdan qaytgandan keyin Malika ikkimizga hech kimga demanglar, yaqinda cho'chakda bir ish kelib chiqadigandek turdi. Odamlarmi bir jiddiylik bor. Kechalarda sovet kishilari kirib, har bir o'rinlarda yoshirin holda majlislar ichib, qandoqdir bir narsaga qattiq tayyorlik qilinyotdi. Odamlar bir-biri bilan ancha tog'ar, muncha tog'ar, yangi deb soni hisobini so'zlashir ekan. Lekin bu ishda rostdan yangi sodisi yo'q. Ammo shu so'z bilan ular bir-birini tushundi ekan. Hamma odam yaqinda bir cho'ng ish bo'ladi deb o'tirdi. Mening qarashimcha bir ish kelib chiqadigandek turdi. Kishilarga demanglar degan so'zi yodimga keldi. Hajar buvada bir oz dam elib, suv ichgandan keyin yana so'zini davomlashtirdi. 62-yili 4-oyda cho'chakdan 40 necha ming odam chegaradan qochib o'tdi. Dastlabki o'tganlar chaqqan qichinglar deganlikdan ular uydagi pishib turgan tomoqni yeyishga ulgurmay hamma narsani tashlab qochib chiqdi. Keyin Jungo hukumati xalqlarga yig'in majlis ichib undaq to'kilib, chechilib mangmasdan hamma narsalarni elib o'tinglar. U yerga borgandimi, u narsalar sizlarga kerak bo'ldi. Kerak bo'lsa biz sizlarga ot, harva, mashina berib turimiz, yordamlashib chegaradan o'tkazib qo'yamiz deb aytib, ham yordam qilganlik uchun cho'chakda butun odam qo'zg'alib, hamma narsani elib tayyor qatnashlar bilan chiqib ketgan ekan. Keyin bu ahvol g'o'lchi xalqiga yetib keldi. Kishilar birlab ikkilab deganda qechishga boshladi. Kundan kunga qashqullar ko'paydi. G'o'lchi shahri chegaraga yaqin bo'lmaganlikdan qatnashishi qiyinlashib, qo'rg'asqa mangdigan mashina bilan elib bo'lmaydi. Shuningdan keyin xalq qatnash nazoratiga bostirib kirib, o'tirdagi qarshilik kuchayib, ish yomoniga borganda oblast boshlig'i Qurbon G'ali kelib, xalqni besish uchun so'zlagan bo'lsa-mu, lekin kishilar qarshilik bildirib, Qurbon G'alining o'ltirgan mashinasini og'dirib tashlabdi. Shuningdan keyin Qurbon G'ali bilan bilet setib berishga ruxsat qilibdi. Lekin muncha ko'p xalqqa mashina yetishtirib berolmaganlikdan xalq noroziligi kuchayib, mashina ajratib berishni talab qilib, oblastlik hukumatga bostirib borganda, butun shaharning yiroq yaqinligi hamma odamlar bilibmi, bilmaymi, bu xalq to'lqiniga qo'shilib, bu ish bek cho'ng qarshilikqa aylandi. Ko'pchilik xalq nima ish ekanligini bilmasdan, hukumatga qarta ko'tarilgan qarshilik bo'lsa kerak deb kelib, qo'shilib, bir cho'ng xalq dengiziga aylangan edi. Bu ahvolni ko'rgan oblastlik hukumat qo'rqindan oblastning yo'g'on darvozasini tanki bilan tirib taqab oladi. Lekin xalq to'lqinning kuchi oldida u hech qanday to'siq bo'lmay, odamlar oblastning ichiga tomdan sakrab tushib, tankini ittirib etib, darvozani ichib tashlab, butun xalq G'o'lchi oblastining ichiga bostirib kiradi. Oblastning 4 qavat binosini odamlar besib oladi. Oldi bilan xalq saylagan vakillar kirib, oblast boshlig'iga qatnash idorasiga kishilarning qatnash qiyinchiligini hal qilish uchun transport mashinalarini ajratib berishni tasdiqlatib oladi. Oblast boshlig'i Qurbon G'ali buni oblastning partiya komitetidan tasdiqlab elinglar deydi. Xalq oblastlik parkomga qarab ilgirlaydi. Parkomning ishik oldiga kelganda, oblastlik parkomning qarshidagi harbiy rayonning rishatkalardan oblastlik parkomning o'g'zisi va derizlardan taraf-tarafdan pelmotda xalqqa qartib o'q yog'dirildi. Bu vaqtda ko'chada ishik oldiga chiqib qarab turgan odamlardan tortib nurg'un odamlar qirib, ko'chalarda xalq qini suvdek oqdi. Yerda yotgan o'liklar birining ustiga biri yiqilib, ko'chalarda odam o'liklari dövülündü. U vaqtni ko'rsangiz edi, odam o'zini yo'qotib qo'ygandek qo'rqinchli bir ko'rinish bo'ldi. Shu o'liklarning birisini xalqqa ko'rsatmasdan oblast ichiga elib kirib yo'q qildi. Hajar buvada ko'zlariga yosh elib, ixtiyorsiz yig'lab ketdi. Men o'zimmi shu to'lqinda bo'lganda ko'nglim yomon bo'ldi. Zolimlar qandoqmi qo'lida quroli bo'lmagan begona xalqni etib o'ldirdi deb ichim og'ridi. Hajar buvi ko'zlarini yog'liqning uchida surtib, bir oz o'zini tutib, ondan so'zini davom qildi. Bilamsiz, paltisi bir yog'och bo'lgan uchun u yog'ochni kesidi deydi. Yana shu o'z xalqimizni o'zimizning ichidagi ba'zilar Xitoy amaldorlariga qo'shilib etishga buyruq bergan. Hech bo'lmasa xalqni qo'rqitib, osmonga qartib o'q chiqarsa-mu, xalq qo'rqib qochgan bo'ladi. Xalqning g'azab to'lqinidan boshqa qo'ldan nima keladi? Bir top qurol yoki iqtisodi yo'q yoki
Arqa taraf tayanchisi yo'q, oq ko'ngil, sodda xalq edi. Beguna qon to'kdi deb yenida turgan suvni elib, bir ishga o'tlab ichib, chinini o'z o'rniga qo'ydi. Men so'zning oxirini kutib, diqqat bilan Hajar buviga qarab o'tiratdim. Shu qul qo'ydirib elib chiqqan odam o'lish oldida u xatni menga bergan edi. Men u xatga qarag'udakmi bo'lmadim. Hatto unutibmi ketgan ekanman. Saqchilar meni aqtirganda shu xat chiqsa bo'ladi. Ular meni bog'lab, qo'llarimga to'mir ishkal selib elib mangdi. Chegarada birmi odam qolmadi. Necha minglagan odamni usti yipiq harbiy mashinalar bilan odam bilmaydigan yirik cho'laklarni turma qilib to'shib elib ketildi. Xitoy o'q chiqarib xalqni otmagan bo'lsa, buncha ko'p kishilar oqibatining yomon bo'lishidan qo'rqib, chegaraga qochib kelib olmagan bo'ladi. Nurg'un odam beguna qo'lga ilinib vayron bo'ldi. Endi G'ulji shahrining o'zida mahalla va uylarni tekshirib, shu kundagi qonliq voqeaga qatnashganlarning hammasini tozalash ilib borgan ekan. Bu 29-mart qonliq voqea bo'lib atilib qoldi. Men u xatni nerdan olding desa, kutilmagan bu ishda men ham cho'gilib qolgan. Men sarang Fukam Abduqodirdan oldim debdiman. O'lgan Abduqodir degan odam hadam deb esa, men ham cho'gilib qolgan bosh uni Fukam deb aytibdiman. Shuning bilan Fukam Abduqodirni tutib qiynab qistab, uning har qanday so'ziga ishonmasdan oblastga bostirib kirguvchilarning boshlamchisi, G'ulji vaqasining yetakchisi deb Fukamga 2 yil kechiktirib o'lim jazosi berildi. Men xato so'zlaganligim uchun u tilimni o'zim chaynab purkvatkim keldi. Buning bilan vijdon azobini tortib, o'tda yongandek azoblandim. Men Abduqodir hadam desa, men Fukam deganimni ko'rmamsiz. Fukam deyishga tilim o'ginib ketgan ekan. Uni Fukam debdiman deb menga bo'lsa-mu tushuntirishga tirishib, necha marta so'zlab, mundaq yashag'icha meni ilib chiqib, "Assa shu yaxshi emasmidi?" deb yana yig'lab, o'zini to'xtalmay ketdi. Men uning ko'nglini yasab, ko'p yaxshi umidlik so'zlarni qildim. Bir oz vaqtdan keyin o'zini to'xtab, so'zni davomlashtirdi. Meni 3 yil lavjov emgak bilan o'zgartish qilib, G'uljida dadamtoda turmasiga olib berdi. Shu kundan tartib kasal bo'lib, o'rinda qoldim dedi. Fukungiz Abduqodirjonning ishi qanday bo'ldi deb so'radim. Bizni dadamtodan yo'tkab, O'rimchiga elib kelganda, Bajaxuda 2 kun qoldik. Men Bajaxuga borsam, Fukam Abduqodirjon Bajaxuda bo'lib, uni kichik tor qafasga silib tutdi ekan. Men Fukam bilan ko'rishishni iltimos qilgan edim. Kadrlar menga Fukungizga nasihat qiling. U jinoyatini bo'yniga ilib, ihroq qilmayotdi. Pozitsiyasi nachar, u yosh, bizning uningga ichimiz og'riydi. Mumkin bo'lsa, pozitsiyasi bir oz yaxshi bo'lsa edi, 2 yil kechiktirib o'lim jazosi berish chorasini amaldan qoldirib, boshqacha hukm qilsak desak, u bek johil, hech qanday yaxshi pozitsiya bildirmaydi. Menga to'kmat otdinglar debla turdi. Siz bir nasihat qilib ko'ring, yana bir vaqt uzatdik. Agar pozitsiyasi yaxshi bo'lsa, yangilatib chora ko'rgan bo'lardik dedi. Meni Fukam bor yerga ilib bordi. Uni kichik tor to'mir qafasdek uyda putquli to'mir kishanlar bilan bog'liqlik, rangi oppoq, soqollari o'sib, o'ruq qoq ustixonga aylangan holatini ko'rib, o'zimni toniy olmay qoldim. Fukamni ko'rganda ko'z yoshlarim yuzimdan yomg'irdak to'kildi. Put qo'limdan ketib, dastlab turolmay o'ltirib qoldim. Ichim bir qismi bo'lib ketdi. Yig'i tutib og'zimga so'z kelmaydi. Menga berilgan qisqa vaqtda Qodir bilan so'zlashib olay deb o'zimni aron tutib, Fukamga o'zimning va boshqalarning o'rgatgan barliq nasihatimni ko'z yoshlarim bilan aytdim. Biroq u bir qilibda ketib qolgandek turadi. Men bo'lsam shu yillarda yig'ilib qolgan hasratlarimni to'kkandek ezilib yig'laydim. Eng oxiri hada yig'lama, yig'lab hech narsa hal qila olmaysan. Bular ish bo'ldi. Endi o'zingga yaxshi qarab o'zingni asra. Bu nasihatlaring bilan meni qutuldirib ketolmaysan dedi. Mening shuncha qilgan nasihatlarim bekor bo'ldi. Hajar buvi qayg'u alam bilan ko'zlariga yoshlarni titrab turgan qo'llari bilan surtib, ichidagi hasrat toshqinlarini yo'qotolmay ketdi. Men uning ko'nglini yasash uchun yaxshi so'z qilib bezladim va umidsizlik shaytonning ishi. Allah buyursa, iningizga yengillatib chora ko'rishi mumkin. Balki chiqish yo'li berar, Allohdan tilang deb ko'nglini yasadim.
Uningdan boshqa nima deyish mumkin? Hajar buvi ko'zlarini surtib, yoshlarni ichiga yutqandek tiniqini yutib, o'zini o'ngishib oldi. Bir oz jim bo'lib qolgandan keyin men uningdan Hajar buvi hada oblastdagi o'liklarni egilariga berdimi deb so'radim. Yo'q, o'liklarni nega yo'qotganligini hech kim bilmaydi. Shu oblastning ichida yo'q bo'ldi. Kişiler yo'qolgan odamlarni savatga chiqib ketdi. Jongo savat o'tirsida ziddiyat bo'lganlikdan chegara taqalgan, xat aloqa uzilganlikdan xat yozolmaydi. Vaziyat tuzilsa xat xabarlari kelar deb umidlanib o'tiribdi. Endi turmaga ilib ketganlarni hech kimga bildirmay yoshirin saqlaydi deb angladim dedi. Hajar buvining bu so'zlarini anglab o'tirib, ko'zda opam bilan singlim Zakiyaning meni yo'qlab kelganda degan so'zi yodimga keldi. Gulnisa meni opam va singlim bilan ko'rishtirish uchun ishxonaga ilib kirib turishiga hovlida vorang-churang qilib ayollarning so'qishgan ovozi anglandi. Gulnisa amalsiz sizlar ko'rishib turinglar deb chiqib kiray deb chiqib ketdim. Men ulardan Sanjidan piyoda kelmagansizlar deb so'rdim. Opam yo'q deb ahvolni mundaq so'zlab berdi. Biz Sanjiga kelib Shabaxuning mashinasi keldigan hovliga bordik. Hovlining o'tirsida bir yosh ayol kir yuvayotgan ekan. Bizni ko'ribla zodi to'yib ketdim mushu haqdan. Mashina yo'q, bugun mangmaydi, chiqisha deb qo'pol ma'lum qildi. Hajab yuragimizga tagdi. Keynimizga burilibla chiqib ketdik. Biz bugun piyoda menib yetolmaymiz. Bir yotoq topayli, adi bir gap bo'lar, bo'p qolar deb ko'rikning ustida ko'ngilsi ketib boratdik. O'stangni ikkinchi qetida suv ilib turgan yoshqi cho'ng bir ayol bizni ko'rib assalomu alaykum, mehmonlar nerdan kelishyotdilar deb so'radi. Zakiya Shabaxuga mashina bormikin deb u hovliga borsak bugun yo'q deb javob berdi dedi. U ayol ha, u xotin roziyam, bek so'g'uq, mijazi eski ayol. Juringlar bizning uy mavu yerda bir piyola ustuliq ichinglar, ko'zimga bekmi illiq ko'rinib ketdinglar. Sanchilik emasdek ko'rinisizlar, musafir o'xshaysizlar deb qo'ymay uyga boshlab bordi. Suning bu qitida u ayolning yo'g'on 3 eg'iz uyi bo'lib, kelini bilan birga turadi ekan. Uy pokiz supurilgan, ratlik, chiroyli yasalgan bo'lib, uyda supaning ustida kigiz, uning ustida chiroyli qizil gilam va yeshil do'qavidan tikilgan yakandoz ko'rpa seliqliq uyga boshlab kirdi. Dasturxon selib tamlar bilan choy qo'ydi. Kelinimi ochiq xushqo'y, chiroyli yosh ayol edi. Xadicha xonim bizga bir piyola choy qo'yib, ondan men berib mashinani o'qishib kelay, qachon mangdikin deb chiqib ketdi. Biz kelin qiz Xurshidam bilan so'zlashib, bir piyola choy ichguncha Xadicha xonim yetib keldi. Mashina atatiga mangdikan, sizlarni ilib ketishga so'zlashib qo'yib keldim. Mehmonlar bugun bizda qo'nib qolinglar. Men o'zim ati olib selib qo'yman. Bu kechada nega borsizlar deb qo'ndirib ilib qoldi. Biz kechacha paranglashib xuddi ko'ni do'stlardek bo'lib qoldik. Xadicha xonim so'zda biz bu yerga Jing shahridan ko'chib keldik. Biz ota-bobomizdan tortib Jingda yashab kelgan edik. O'g'lim Ahmadjonning harbiylikda xizmat ishlab yurgan yeridan yutkab ilib ketdi. 6 oydan keyin bizni butun oilamiz bilan hamma narsalarimizni, hatto seg'iyotgan kalimizni tortib mashinaga besib, mushu Sanjiga ilib keldi. Yangi selingan mushu uyga bizni o'rlashtirdi. O'g'lim Ahmadjon bizdan yiroq mushu yerdagi cho'llarda ishlaydi ekan. O'g'lim G'ulji vaqasida qo'lga ilingan odamlarga qaraydi ekan. Ularni bekmi yoshirin tutar ekan, hatto bizdanmi yoshirdi ekan. O'g'lim Ahmadjon har shanba kuni kechda kelib, yakshanba kuni kechada qaytib ketadi. Ahmadjon, ko'rsang opa, har chiroyli yigitlar, qizlar shu yerda ishlab yuradi. Ularning bu yerda ekanligini bir kim bilmaydi. Ularni maxfiy saqlaydi deb aytib berdi dedi. Bularning bu yerda ekanligini hech kim bilmaydigan kishilar ularni Sovet chegarasidan o'tib ketdi. Hozir Sovetda deb xotirjam yuriydi. Lekin 29 may kuni chegaradan birmi odam o'tmabdi. Faqat o'q tegib o'lganlarning jasadi oblastning ichida yo'q qilindi. Qolganlarni turmalarda yoshirib saqlab o'tyotdi deydi. O'g'limning ularga bekmi ichi og'rib, to'g'ri so'zni qildi deydi. Xadicha xonim mushu atrofda yana turma o'rni bor ekan deb opamga menga so'zlab bergan edi.
Әдісі әттеген бізні Хәдичә ханым апырып машинаға селіп қойды. Шуның білән келдік деді. Апамларның бұл сөзіге қарғанда Хәҗәр бүві білән сөзләшкәнден кейін мен оны яхшы көріп, hörmətlәйдіған болдым. Hər күні іштен қайтып келсем, олды білән беріп халini сорап тұраттым. Хәҗәр бүвіні халық назарды астыға тапшырып, 2 həftədən кейін олжық еліп кетті. Мен Хәҗәр бүві хақыда қандақ болды кейін, hayatmıdı деп та бүгінгі күнге қадар ойлап қойман. Қолғы елінғанымға 3 yıl toşқан күн. 29 aprel Cuma күні. Бүгін менің қолғы елінғанымға 3 yıl toşды. Мен бұл күнні 3 yıl taqazалық білән күтіп келген едім. Маны бүгін шу күн келді. Әмма көңлімді ешқандақ бір олайда қошалық сезмедім. Бәлки bu yerden çıksam, bunundan mı yaman gün kütüp durgandek bilinetdi. Benim için ayallar hoşal bulup, kelip təbərikləşdi. Söyün, qandaq his qılvatısız, hoşallıqdan yürkіңіз yerlaydı adamdı, dep çaqçaqlatdı. Mən 3 yıllık ömrümni oylap çıktım. Mən bu yıllarda səbirlik və g'ayratlik bo'lishqa ham har qandaq eğir əmgəklərini qılalaydigan və eğir turmuşqa könüş üçün özümni tərbiyəlib ögütüp çıktım. Cemiyetdeki en načar degan odamlarning turmushlarini öğrendim. Her bir odamning ömrü tarixinin içine kirib çıktım ve şu Gongshi kommunal turmusidan qutulib, baxt izlab chiqib vayron bo'lgan bu güzel yosh qiz yigitlarning hayotini ko'rganda hokimiyat beshida o'ltirgan haykal boshliqlarga nafratim ochdi. Poyansiz keng zaminga ega bo'lgan bitmas tugmas g'azna boyliqi bor. Suyi tatliq, havası sap, Şərqi Türkistanda mushu boyliq bilan podshohdek yashaydigan xalq bugungi kunda huquqdan mahrum, och yalang'och, kommunal adliq turmada xor bo'lib, zulm ostida yashayotdi. Shu sababdan xalq mushu davrda o'qsiz nodon bo'lib qelyotdi. Xitoy kommunistlari kelgandan beri pul degan narsani ko'rib, qo'lida tutib ko'rmagan odamlarmi bor ekan. Bu nima degan ichinarliq ahvol? Özünün muşu yaxşı turmuşidan ayrılıp qilishdan qo'rqib, Xitoy hokimiyatining har qanday buyruqlarga hech o'ylanmasdan tamg'a besib o'rinlab keldi. Shuning natijasida Sharqiy Turkiston xalqi kommunal otliq turmada qoldi. Sharqiy Turkistonning butun boyligi Xitoy o'lkalariga qarab baqdi. Men shu o'ylar bilan Katmanni qattiq chepib ishlab kelgan ekanman. Duyjangning yenimga kelib qolganimni sezmay qaptiman. Gulnisa, sen oxirgi kuningda butun emgakni tuguditay deb ishlayotamsan deb kuldi. Katmanni to'xtatib Duyjanga qarab men kuldim. Vaqting to'shdi. Xushal bo'layotamsan deb so'radi. Men ancha emas, Duyjang deb javob berdim. İşten tushgandan keyin tamoqni butun ayollar bizning o'ringa yig'ilib, yog'liqlarni dasturxon qilib yaydik. Har kim o'zining topqanlarini o'tirib qo'ydi. Zuhram, Ahmad apsi elib kelgan narsalarni o'tirib qo'ydi. Men ham mushu kun uchun atab qo'ygan narsalarni chiqardim. Hammamiz ko'ngillik o'tirib, mehmon bo'lishdik va uzun o'tirib paranglashdik. Yetish oldida Gulnisa darvozani ochib meni chaqirtib, tashqariga hovlidagi yangi hayot atratining yotiqiga ko'chib chiqishni uqtirdi. Mana shu kundan boshlab kechada tong otguncha ko'ktat va meva yog'ochlarini sug'urish uchun suv tutib ishlab keldik. Tünügün Sobsunning aksi Sasorun Sobsunni elib ketish uchun kelgan ekan. Bugun atdigan ular mangdi. Men ular bilan xo'shlashib, mashinaning orqasidan uzib qoldim. Bir qattiq ko'ngilsiz bo'lib qaytib kelsam, darvoza tubida Salay aka turgan ekan. Salomlashgandan keyin vaqtim to'shib chiqqanligimni tabrikladi va Ismoilmu sizning yangi hayot atratiga chiqqanligingizni anglab, bek xushal bo'ldi. Mana berib mening uchun tabriklab qo'y dedi deb aytdi. Men rahmat Ismoil, qandaq? Bir oz yaxshi bo'lay dedimi deb hol so'radim. Yo'q ukam, ahvoli yaxshi emas. Beldan tövni jonsiz midirlolmaydi. O'rinda qoldi. O'zining jonsiz ruhimi intayin tushib ketdi. Kirib yo'qlab qo'ysangiz xo'shal bo'lib qoladi. Ichim og'riydi. Obdan yigit dedi. Uval bo'ldi dedi. Men ma'qul yo'qlab chiqaman dedim ve özümde bar az pul bilan magazinga kirib pecheni elib, tamoqdan keyin yo'qlab kirdim.
İsmailning yataqi bizning yataqning keyniga to'g'ri keldigan bir tam qo'shni bo'lib, kichkina derizlarning qorong'u uy edi. Yataqda 2 karvat, bir üstel 2 o'rindiqdan boshqa hech narsa yo'q. Ko'ngilsiz bir uyda yetibdim. Men kirib hol so'ragan edim, bechora xushalligidan nima qilishni bilolmay ketdi. O'rnidan turib o'tirishga tamshalgan edi, o'tirolmadi. İsmail uruqlab, oppoq oqirib, rangi o'zgarib ketibdi. Sochlarini qirib tushirib etgan ekan, boshqacha bo'lib qopti. Ko'rib ichim og'rib ketdi. İsmail, qanday ahvolingiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi deb so'radim. İsmail, Xudoga shukr, bir oz yaxshiman. Shu beldan tövünde jon yo'q. Medirlayolmayman. Turib o'ltirib yotolmagandan keyin bek tas bo'ldi ekan dedi. Xudoyim buyursa yaxshi bo'lib ketasiz deb ko'nglini yasab, xeyli ko'p yaxshi so'zlarni qildim va uydan biror odam yo'qlab keldimi deb so'radim. Yo'q, akam ishda, yengam ushshaq bolalar bilan kelamiz kerak, hech kim kelmadi deb bek ko'ngilsiz bo'lib ketdi. Men ko'nglini ko'tarish uchun ko'p umidlik so'zlarni qildim. Uzun paranglashib o'tirdik. İsmail xushal bo'lib, ruhlangandek bo'lib qoldi. İsmail hilim yaxshi mening baxtimga Salay akam bor ekan. Manga o'zining o'g'lidek qaraydi. Bo'lmasa qanday qilatdim deb Salay akaga qaradi. Salay aka, İsmailjon bolam, sen mening o'z bolamga o'xshash. Men qo'limdan kelgan barliq yaxshi ishlarni ayamasdan qilishni xohlayman. Xudoyim yordam qilib saqib ketarsan bolam dedi. İsmailning ko'ziga yosh egib keladi. U chandırmaslik uchun o'zini tutishga tirishsimi, tutolmay yig'lab ketdi. Salay aka bilan meningmi ko'nglimiz yomon bo'ldi. Salay aka yanchiqidan yog'liq ilib ko'zlarini surtib, "Ko'nglingni buzma bolam. Xudoyim buyursa saqib turib, menib ketarsan bolam" deb İsmailning qo'llarini salab ketdi. Menmi ko'nglini yasab yaxshi gaplarni qildim. O'zini bir oz to'xtatgandan keyin İsmail, "Qarang, mening hozir ruhimga, jinimga rohatlik keltiradigan birla narsa Salay akamning menga o'rgatgan duolari va din, Alloh to'g'risida aytib bergan so'zlar bo'ldi. Men shu haqda anglashni yaxshi ko'raman. O'rgatgan oyatlarni to'xtamay o'qiyman. Dardimni bir Allohga so'zlayman. Mushu faqat mening ruhimga rohatlik berdi. Uningdan boshqa mening hayotimda hech narsa qolmadi" deb bak ko'ngilsiz bo'ldi va men kichikimdan yetim o'sdim. Uning ustiga Xitoy kommunistlari kelib dinni o'qishga va dinga qarshi harakat ilib borganlikdan biz din tarafdan xabarsiz cho'ng bo'lgan ekanmiz. Men endi tushunyapman dedi. Manga erlar yatqida uzun o'ltirish qolaysiz bo'lsa-mu, lekin og'riq İsmailning ko'ngli uchun yarim soatdek ortiq so'zlashib o'ltirib qoldim. 2 oydan keyin İsmail vafot bo'lib, Shabahu mahbuslar qabristonligiga ko'milibdi. İsmail yosh ham yaxshi odam edi. Hayoti fojiali holda oxirlashdi. Allah əmdi onunğa o dünyanın bəxtini bəsun. Amin. Xalq türməsi 66-cı yılı 12-ci may peyşənbə. İşikni qattiq urğan avazdan çöçüb oyğanıb getdim. Ornumdan turub kim o deb soradım. Taң etib saat 6 bopdu. Keçəcə su tutub saat 4'lər bilan kelib herib qattiq uxlab ketgan ekanman. İşikdə bir xanzu kişinin meni chaqirgan ovoz anglandı. Ve ittirib eshikni yechib yotoqqa usib kirib keldi. Chaqqan bol mashina kelib darvozada seni kutib turdi. Yukingni tengib ilib chiq, uyingga ketasan dedi. 3 yildan buyon tashna bo'lib kutgan minutlar yetib keldi. Shu kun kelganda xo'shalligimdan yuraklarim berilib ketarmi deb o'ylaydim. Lekin men o'ylaganda ko'nglim bek xushal bo'lmadi. Qandaqdir buningdanmi ig'ir kunlar meni kutayotgandek, shu yerga meni so'rab ilib ketayotgandek sirizlatdi. Ota-onam, qarindoshlarim, urug' tuqqan el yurtni, go'zal Urumchi shahrini seg'inib, shularni ko'rish xushalliqi meni hayajonlantirsa-mu, lekin ko'nglimdagi ig'ir qora tuman hammani qorong'ulab yo'q qiladi. Bizni xalq rejimiga avatamdi deb hamisha bu haqda gumon qiladim. Onu bilish uchun atrof boshlig'i Gulnisa bilan so'zlashishni o'ylasam-mu, lekin Gulnisa nima uchundir men bilan ko'rishishni xohlamadi. Har vaqt izlab kirsam, hozir vaqtim yo'q. Keyin o'zim chaqiraman deb qaytirib turdi. Mana endi men bu to'g'rida xabarsiz ketishga to'g'ri keldi. Yonimda birga yotgan xanzu ayollar mening yuklarimni tengishga kirishdi.
men yüz ko'zlarimni yuyib oran ulgurdim. Mashina o't olgan peti darvoza oldida meni saqlab turadi. Ayollarning birisi bilanmi xo'shlasholmay mangdim. Hanzu ayollar mashinaning tuviga xo'shlashib uzitib keldi. Mashinaning ustida o'gansi bir qancha kadr va bir qancha erlar o'ltiradi. Ishkirgi hovlining darvozasidan ayollarning meni chaqirgan ovoz anglandi. Yugurib darvoza tuviga bordim. Zuhra Ahmad, Marbu, Mahinur, qisqasi bütün ayollar darvozaning ichida birini-biri ittirib, eshikning yo'chiqiga kelib, men bilan xo'shlashib, "Xo'sh Suyingul, xo'sh" deb tovlaydi va yig'lashadi. Yo'g'on quluploqliq eshikning kichik bu yo'chiqidan hammasi bilan xo'shlashib bo'lolmay, ko'nglim bir qism bo'lib ketdi. Mashina bo'lsa, oldirtib to'xtamasdan guduq beradi. Men ularni tashlab ketgim kelmasdan, shundoq tashlikda ayrilib mashinaga chiqib o'ltirdim. Mashina chang to'pini ko'tarib, Shabaxuning egri to'qay yo'llaridan minib ketdi. 1,5 yil ishlagan Shabaxu men bilan xo'shlashib, mendan uzoqlab qolib qoldim. Ko'p o'tmasdan Sanchiqqa yetib keldik. Bu yerdan Urumchiga qadar bo'lgan orliq bek uzun bilinib ketdi. Yiroqdan Urumchi shahri ko'rinishi bilan 3 yildan buyon yig'ilib kelgan seg'inish hislarim yoshli qalbimda urg'ib, ko'nglim xo'shal bo'ladi. Seg'ingan ko'zlarim bilan atrofga to'ymay qaraydim. Rost ko'ryotamdim, tushimmi deb o'ylaydim. Do'stlarimni, saboqdoshlarimni va tuqqanlarni, hatto qo'shnilargacha seg'ingan holda ko'z oldimga keltirdim. Men qaytib borsam, ular men bilan ko'rishishga cho'qim keldi va mendan u yerda o'tkazgan turmushlarimni va qanday kun ko'rganligimni qiziqib so'rashar deb har birsini eslab ko'z oldimga keltirganda tez yetib borsam deb aldiraydim. Dadam opam fikrlarimni o'ylaganda ular bilan ko'rishish xushalliqi ko'nglimni yo'ritgandek go'zal tuyg'ular bilan Urumchi shahriga yetib keldik. 3 yil tinch sahro turmushida yashab kelganligim uchun Urumchi shahri ruhliq va jonliq bo'lib ko'rinadi. O'zimda bu qandaqdir ruhliq va xushalliq tuyg'u sezatdim. Ko'chalarda mashinalarning bek-bek qilib signal berishi va savdogarlarning xayrida to'plash uchun o'z mollarini maqtab vaqirashlari, bolalarning qiyocha qilib o'ynashlari hamma menga ko'ngillik bo'lib ko'rindi. Beymin shimol eshikga kelganda mashina bir chetga kelib to'xtadi. O'gansi menga "Biz mushu yerda tushib qolamiz" dedi. Men o'z yuklarimni olib mashinadan tushdim. Biz bilan yana 2 er kishi tushib, ular o'z yo'liga ketdi. O'gansi faqat meni rejimga topshirish berish uchun kelgan o'xshaydi. Mashina minib ketishi bilan bizning yenimizga 3 chaqliq bir velosipedchi keldi. O'gansi u velosipedchini to'xtatib, mening yuklarimni uningga selishga buyurdi. U Hanzu mening yuk taqlarimni velosipediga bosdi. O'gansi uning bilan 5 so'mga elib berishga so'zishib bo'lib menga "Yukni elib borgandan keyin pulni to'larsan. Hozir biz nahiyalik jamoat xavfsizlik idorasiga boramiz" deb oldimga tushib mangdi. Bu so'z mening beshimga qaltak bilan urgandek bo'lib, qora kunlar ko'z oldimga kelib, boyiqi ko'nglimdagi xushalliqlarni bo'ron uchirib ketgandek yo'q bo'ldi. Nima uchun meni nahiyalik jamoat xavfsizligini saqlash idorasiga elib ketib bordi? Meni rejimga topshirmoqchi bo'lyaptimdi. Agar rejimga topshirishchi deganni o'ylaganda ko'nglim bek eski bo'lib ketdi. Nansandagi shu xalqning o'tirsiga rejim bilan meni tashlasa deganni o'ylaganda o'zimni shuncha yomon sezatdim. Bundan ortiqni ko'z oldimga keltirib kelmaydi. Nima uchun buni menga hech kim anglatmadi? Buni bilganda men bu yerdan qaytib kelmasdim. Mana shunday ko'ngilsiz xayollar bilan O'gansidan 5 qadam orqada kelatdim. Dönge kelganda O'gansi kayniga burilib, heliqi 3 chaqliq velosipedni haydab kelayotgan odamga "Sen mushu yerda saqlab tur. Biz hozir qaytamiz" deb u kishini yuk bilan qoldirib meni boshlab mangdi. Nailik jamoat xavfsizlik idorasining darvozasidan kirib, udul uyga kelishimiz bilan bir Hanzu ishkirki uydan chiqib, O'gansi bilan qo'l elishib ko'rishib bo'lib, O'gansi menga "Sen mushu yerda o'ltirib tur" deb dalon uyda qoldirib, ular ishkirki uyga kirib ketdi.
Ишигнең әйнегидән үгәнсенең кулдагы юган qora сумкадан bir qog'ozlarni ilib üstel üstüge qo'yib, bir narsalarni so'zlab atqani ko'rinib turadi. Lekin qancha diqqat qilib anglasammo, hech qanday ovoz anglanmadi. Ko'p kechikmasdan o'rgansi qaytib chiqdi va menga "Endi sen har qanday ishing bo'lsa, bular bilan aloqa qilib ishlaysan. Men ketdim" deb chiqib ketdim. Men hayronlikda bir o'rgansiga, bir hiyliqi Xitoyga qarab turib qoldim. O'rgansi egiz bo'yliq, gavdalik, qo'y qora qashliq, turgun qopqi yomon bir Xitoy edi. U doim o'zini cho'ng tutib mag'rur yuradi. Ammo bekmu zolim edi. Bugunmi shu qiyofatda yo'g'on otlab, so'mkini tutgan beti chiqib ketdi. Heyliqi Xanzu menga "O'zing ketamsan yoki nansanga biz opirib qo'yamdiq" deb so'radi. Men bu savolga texmi hayron bo'ldim. Birdan turib qilib, "O'zim ketaman. Nima uchun bundaq so'rayapsiz?" dedim. U mening so'zimga javob bermasdan, "Undaq bo'lsa, sen nansanga kechikmay qayt. Bu yerda tanıydigan odamlaring, yana tuqqanlaring bormi?" dedi. "Ha, tuqqanlarim bor. Shularning uyiga boraman" dedim. "Undaq bo'lsa, qandaq fikrlaring bo'lsa, bizni izla" dedi. Hayron bo'ldim. Balki Urumchida hech kim yo'q deb o'ylash kerak. Agar qalpoq kiygizib rejimga olsa, mening o'zimga desi kerak degan o'ylar bilan o'z ko'nglimni tinchlantirdim va xo'shlashib chiqib ketdim. Ko'nglimni bir ochiq, bir tatli xayollar o'rab keladi. Har turli o'ylardan keyin men nima bo'lsa-mu bo'ldi. Men uningga hech qanday chora qila olmayman. Bular o'ylaganini qiladi. Faqat men sabrlik bilan chidab o'tkazishim kerak. Undan boshqa chora yo'q degan xulosaga kelib, hozirgi minutda turmadan qaytgan ko'ngillik hislarim bilan xushal bo'lishim kerak. Endi har ishning o'z vaqtida o'ziga loyiq tadbiri bo'lur deb beymonga yetib keldim. Heyliqi velosipedchi Xanzu shu o'rinda meni kutib turgan ekan. Meni ko'rish bilan oldimga kelib to'xtadim. Men u odamga "Sen Xinhua kitobxonasining oldiga borgin. Men avtobus bilan ketib seni shu yerda kutib turay" dedim va berib avtobusga chiqdim. Ko'p o'tmay kitobxonaning oldiga yetib kelib, avtobusdan tushdim. Dunyoda hech bir yerga teng ko'rmaydigan, men tug'ilib cho'ng bo'lgan, ota-onam, buvalarim yashagan Nanliang hozirgi G'alabiyat ko'chasiga yetib keldim. Atrofga aylanib, seg'inib qaraydim. Lekin birmu tonish odamni uchratmadim. Velosipedchimi ko'p kechikmasdan yetib keldi. Men uningga kira haqini bergandan keyin velosipedchi bilan ikkimiz tog'amning uyiga qarab ketdik. Velosipedchi yukni ko'tarib oldimga ho'yliga kirib ketdim. Men sumkalarimni ko'tarib eshik oldiga kelishim bilan uydagilar meni ko'rib xo'shalligidan itilib kelib, hammasi quchoqlaganda yiqilib tushganlay tas qoldim. Opamni bir kun burun tog'dan kelib turgan ekan. Tog'amning ayoli va opamlar qisqasi hammasi xo'shalligidan to'xtamay so'zlaydi va kelib quchoqlaydi. Bolalar tuqqanlarga suyunchi so'rab yugurishib ketdi. Men yuz ko'zlarimni yuvib, kiyimlarimni yangushlab choyga o'tirdim. Bir chin choyni ichmasdan darvozan bizning singil keldi deydi. Qini deb vaqirib so'zlab, opamning ikkinchi hadisi Maryam cho'ng opamning o'g'li G'ani Oyizim keldi. Uning bilan ko'rishib bo'lguncha Maryam cho'ng opam kichik o'g'li g'ayrat bilan kirib keldi. Butun uyning ichi bayram kundagidek ko'ngillik bo'lib ketdi. Maryam opamning kaynidan Ablis Musaboyevning ayoli Ruqiya Gulxinim qizi Sabohat bilan ko'rishga keldi. Men burun Sabohatni sirtdan ko'rib taniydim, ammo aralashib ko'rmagan edim. Ularning ko'rishish uchun kelganligini ko'rib bek xushal bo'ldim. Ularning keyindan O'tkir apandining xonimi Xalcha hada, Salima hadalar keldi. Uzun so'zlashib o'tirib ketdi. Shunda qilib bir kun kelib ketganlar bilan o'tdi. 4-kuni opam Nansanga ketishga tayyorlandi. Dadam bilan ukallarimni ko'rishni o'ylasam, o'tda ketgum bor. Lekin qandoqdir Nansanga chiqishim bilan qiltoqqa tushidigandek ko'nglim faqat ketishni xohlamaydi. Ammo ketmasga bo'ladimi? Barmay amal yo'q, hozirlandim. Mening turmadan qaytganda o'ylagan o'ylarim, ko'nglimdagi chiroyli hislarimning hammasi yo'q bo'ldi. Men taqozo bo'lib seg'inib kelgan do'stlar, savoqdoshlar, tuqqanlarning hammasi men ko'rgandek bo'lmadi. Hech qaysi ko'rishgili kelmadi.